Yo, asta. Mani vaqtim o'chilayotganki, xudoga shukr. Baxtingiz yordamchi, eshik yoping. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qoning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap, mani qonim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'lak, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha o'g'lim, qori nima deyapti qori? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin, bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qorni o'xshab osilib yotibdi. Yevil seni ikkishingda bir jin. Voy, men ham qo'rinchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yasqicha uyushqab turibdi. Bor yo'q. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy toba. Ha, xolos tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Oo, Boburjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nimaga unday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobur! Bobur! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qoni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi?